Yangi yildagi video kapshagida bu yil nima qildim, nimalarga erishdim? Aktyor bo'lishga harakat qildim, YouTube qilishga harakat qildim. Yana ko'p rezultat yo'q. Snapchat bor 23 mingta, Instagram 10 mingta, lekin o'zimni brendimni o'zimni tanqid qiladigan video qilinmadi umuman. Ozgina o'sish bor, til o'rganilmadi yana. Kim bo'lamiz endi? Hozir bu yil nima qildim men? Ota-onam sal xafa bo'ldi mendan. Bunaqaga ish o'qimaganim uchun, o'qimadim, o'qishga kira olmadim. Mana shuning uchun. Так что chiroyli figuraga ham erisha olmadim hali beri. Так, juda ko'p narsa qilishim kerak hali. 2026-yil kirdi bugun. Qachon tug'ilgan kunimgacha 50 mingta obunachi chiqib olsam, вообще klass bo'ladi. 50 mingta obunachiga chiqib olsam, уже YouTube'dan ham juda ko'p obunachi olishga harakat qilaman.